O'zLiDeP tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan Xalq bilan birga dasturi Qashqadaryo viloyatida start berildi. Mana bugun Qarshi shahar Kunchiqar mahallasida deputatlar ishtirokida aholi bilan ochiq muloqot va ularning taklif va muammolari o'rganilmoqda. Aholini turmushlari yaxshilanyapti. Mana deputatlar kelib murojaatlarni o'rganyapti, yechilyapti muammolarimiz. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining tashabbusi bilan Xalq bilan birga dasturi doirasida turli xil tadbirlar Qarshi shahrida olib borilmoqda. Jumladan Qarshi shahridagi mavjud bo'lgan 60 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida ushbu tashabbus doirasidagi tadbirlarni misol qilib ko'rsatsak bo'ladi. Bizning hududimizda ham Kunchiqar, Mustaqillik va Nefchi mahalla fuqarolar yig'inida ushbu dastur doirasida turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Ushbu dasturning asosiy mazmun mohiyati shundan iboratki, xalq bilan yanada yaqinroq bo'lib, ularning o'sha qiynab kelayotgan muammolarini ko'proq tinglab, ularga ko'proq yechimlar topishdan iborat.